Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Hover kompaniyasini HF Tour PETS modelini simsiz ishlaydigan akkumulyator yordamida ishlaydigan plyusosini qisqacha tushuntirib beramiz. Plyusosimizni korobkadan ochganimizdan keyin shu holatda chiqadi. Bu akkumulyator, bu plyusos. Akkumulyatorni shundoq qotiramiz. Tushdi. Qurbasi. Juda ham oson yig'ish. Nasatkasi. Plyusosimizni ishlatishga tayyor. To'liq zaryadka yordamida 30 minut davomida ishlab beradi. Ikkita knopka bor. Birinchi knopka o'chirib yoqishga ishlaydi, ikkinchi knopka baland pastga. Eng baland skorasiga qo'ysanglar 16-17 minutgacha ishlab beradi. Universalniy nasatka qo'yilgan bo'ladi. Sochlar, qil, ip, даже hayvonlar uchun ham bemalol mo'ljallangan. Hol tarkib kafillaringizni qirmaydi. Tozalashga juda oson bo'ladi. Mayda changlargacha ko'rsatib beradigan shotkasida infrakrasniy lampochkasi bo'ladi. Bir qo'shimcha divan, mягкий mebellarga nasatka nabori chiqadi. Bu ham aylanadi. Qil, soch hammasini polностью yig'ib tozalab beradi. Lampochkasi mayda changlargacha ko'rsatib bera oladigan nasatkamizni oddiy holatda qotiramiz. Divanlarga, burchaklarga qo'shimcha nasatka nabori chiqadi. Parda, jaluzi, burchaklarga, o'g'irlarga mo'ljallangan yana qo'shimcha nasatka nabori bo'ladi komplektada. Plyusosimizni devorga qotirib, zaryadkasini tiqib, kronshtayn hisoblanadi. Devorga qotirib olamiz samarangiz yordamida. Devorga qotgandan keyin plyusosimizni orqa tomondan shunday olib kelib, spetsialniy joylaydigan joyi bor, tushirib qo'yamiz. Zaryadchiga chiqadi, 1 soat davomida to'ldirib beradi. Plyusos qilib bo'lgandan keyin axlat cheligiga olib borib shu knopkasini bossak, polni tushib ketadi. Juda ham oson tozalashga va yopib qo'yiladi. Tepa tomonda strelkasi bor. Shunday bosgan holatimizda stakanni o'zini polностью chiqarib olamiz. Va mana bu yerda ochish, yopish strelkasi bor. Tepa kirishga ochiladi. Ichidan shunaqa filtr chiqadi. Gubishniy filtr, mikrofiltr hisoblanadi. Polniy uborkadan keyin olib bemalol yuvib quritib joyiga qo'yiladi. Faqat quruq holatda qo'yiladi, nam holatda qo'yib bo'lmaydi. Stakanni polностью shu holatini tepa tomonini yuvsanglar bo'ladi bemalol. Filtrni yana o'z holatida joyiga qo'yib olamiz. Strelka yordamida plyusosimizni qotirib qo'yamiz. Mana past tomondagi quloqchasi ichkari tomonga to'g'rilab kiydiriladi va plyusosimizni tayyor. Strelkasini past tomonga shuni tortsak, mana krishkasi ochiladi. Pul deb yozilgan plastmassa tomonidan tortsak, nasatkasi chiqadi. Bu nasatkani soch qillardan bemalol tozalab, yana o'z holatida joyiga joylab yopib qo'yaveramiz. Bitta zaryadka olish uchun 1 soat vaqt kerak bo'ladi. Boshqa plyusoslarga nisbatan mощности baland hisoblanadi, akkumulyator juda надежный hisoblanadi. Eng glavnisi servis jihatdan umuman muammo bo'lmaydi. Chunki ofitsialniy 2 yil motor bilan akkumulyatorga garantiya beriladi. Hamma detalniy filtr aksessuarlarigacha servisdan sotib olsanglar bo'ladi.